Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, sog'liklar yaxshimi, tuzimmisizlar? Doimgidek biz zalga yetib keldik va zalga yetib bo'lgandan so'ng doimgidek razminkadan boshladik. Razminka qilib bo'lgandan so'ng 15 tadan 4 padxod turnik ishladik. Turnik ishlab bo'lgandan so'ng lekin maza qilib ishladik, mana ko'rib turibsizlar turnikka. Turnik ishlab bo'lgandan so'ng albatta fransuzskiy deyiladi buni nomini. Fransuzskiy ishladik. Buni ham 15 tadan 4 padxod ishladik. Yelkalar maza qildi hurmatli obunachilar. Baribir udobsizlari bor joyda shug'ullanish baribir maza. Hurmatli obunachilar, buni fransuzskiy ishlab bo'lgandan so'ng 15-20 tadan 4 padxod ajimani ishladik. 20 tadan 4 padxod ajimani ishlab bo'lgandan so'ng yelkalarga ishladik. Ya'ni 15 tadan 4 padxod ishladik buni ham va gantel ishladik maza qilib. Gantellar ko'rishinglar mumkin. Yelkaga ishladik gantelda 15 tadan 4 padxod maza qilib yelkalarni chiqarib turibman va mana ko'rib turibsizlar, ya'ni gantelda qo'limni tepaga chiqarib turibman va qanot qush deyman men buni. Qush mashqini ishlab bo'lgandan so'ng qush mashq emas, boshqa narsa deyiladi o'zi sportda, lekin men shunaqa deyman, o'zim nomlab olganman. Ishlab bo'lgandan so'ng zaldan chiqdim va uyimga ravona bo'ldim. Meni kunim zo'r o'tdi. Sizlarning kuninglar qanday bo'ldi?